Көзнек və proqram yazış ramkası şundaqlı webinin görünmə yüzünü bir qor düşünüp etdik. Endi biz hər bir kontrolның xaslığını düşünüp etdik. Ən avval məş forumninki xaslığıdan keləyli. Hər bir kontrolның özünün öz aldı xaslığı болады dedik. Forumның öz aldığa işletilgan nurgun xaslıqları olur. Bunun içində birinci isim, məş köznekə isim qoyuş üçün işletildi. Bu intayın mühim. Məsələn, forum 1 degan ismni biz xohlagancha o'zgartirib olishga bo'ladi. Ya'ni programning ichida biz xohlagancha o'zgartirib yozishga bo'ladi. Bu yerda forum 1 degan ism o'z oldi turgan vaqtida qo'shib kirib program yozganda o'xshashlar forum 1 degan ismni tanlayman. Hamda agar men bu ismni o'zgartirib etsam, XMR IT deb o'zgartirib etsam, u holda program yozish ramkasiga forum 1 deb yozsam, mau tunimaydi. Şunun üçün mən bir qanday qilishim kerak? Bunun özünün ismini verishim kerak. XMR IT deb berishim kerak. Ondan keyin bu ismning mavjud ekanligini tunuydi. Ya'ni birinchi xasligi ism o'zgartirish uchun ishlatiladi. Odatda forumni biz mi deb olamiz. Mayli qanday ismni o'zgartirishimizdan qat'iy nazar mi desak forumni tunuydi. Ya'ni men degan ma'nodagi gap shu ko'znakning o'zini tunuydi. Ko'rinishi, ya'ni növbət tanlaydığımız görünüşünü belgiləydi. Onun qiyməti 2, yəni 0 və 1-dən ibarət 2 xil qiymət aladı. Forumda dəmallıq his qılanmayımız. Biroq shundaqdan azroq o'zgarish bo'ladi. Ya'ni 3 o'lcham holatida ko'rinish yoki tekshlik holatida ko'rinishni belgilaydi. Agar biz buning qiymatini bir holatida qo'ysak, 3 o'lcham holatida ko'rindi. Agar 0 holatida qo'ysak, orqa ko'rinishning rangini o'zgartirib, faqat oq rang holatiga kelib qo'ydi. Hozircha bu toza degandek o'lchamlik bizga aks etmedi. Bunda bo'lsa biz buningki qandaq o'rinda aks etadiganini ko'rib baqaylik. Text boxdan birini oldim, qarsam uyib kirib ketgandek to'yga berdi-ku. Hamma o'xshashlar mushu xasliqni eklab 06 ga kelsam tekshir oltiga chiqadi. Endi 3 o'lcham oltiga kelsam uyib ketgan ko'rinish oltiga chiqadi. O'xshash, ya'ni forumning shu xil xasligi. Tekshlik yoki 3 o'lcham oltini ko'zitish xasligi. Avtomatik qayta sizish xasligi. Odatda mush ko'znak va picture boxga ko'p ishlatamiz. Avtomatik sizish iqtidori. Avval oddiy bir misol ishlaylik. Men shu forumninki hadis tanlash o'rnidan chekilish hadisini tanlab forumning ustiga XMR IT deganni urib chiqarib beray. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atganning yoqi men ma'ni bir qatim kichigiltib, ondan keyin qayta ochsam, mayatki hozir urib chiqargan XMR IT degan uchur yo'qolib ketadi. Buning sababi dal shu avtomatik qaytasiz iqtidorninki ichitilmaganligidir. Forum dastlab kechilgan vaqtida bu iqtidor yolg'on holatda turdi. Ya'ni logikal qiymat oladi, ikki xil qiymat bor. Birisi rost, birisi yolg'on. Agar yolg'on qiymat olsa, bu qaytasiz iqtidori ititilgan bo'ladi. Agar rost qiymat olsa, valda mushu uchurni o'zida saqlab qola oladi. Ya'ni ichki saqlagichga yo'llab shu ichki saqlagichni saqlab qoladi. Rasm bo'lsin, printlab chiqargan uchur bo'lsin yoki chambar, nuqta, siziq o'xshash mushkil usullar orqali ishlangan ba'zi bir shakllar bo'lsin, mush narsalarni ichki saqlagichda saqlab qoladi. Endi biz hozir ichib etdik. Qani saqlab qolam deyapmi ko'rib baqaylik. Qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan yoq ma'ni printlasam XMR IT-ni urib chiqarib berdi. Kichigiltib etdim. Kichigiltib etgandan yoq qayta qo'zg'atsam XMR IT obyekt yo'qolib ketmadi. Ya'ni ichki saqlagich saqlanib qoldi. Qayta bir qatim yozib beralaydi. Avtomatik qaytalash iqtidori.